Farida Usmonova boshlang'ich sinf o'quvchilariga saboq berib kelayotgan tajribali pedagoglardan biridir. 2002-yildan beri mana shu 47-umumiy o'rta ta'lim maktabida boshlang'ich ta'lim fanidan dars berib kelmoqdaman. U ushbu kasbni tanlashda ustozlarning ibratli faoliyati muhim o'rin tutganini ta'kidlaydi. Boshlang'ich ta'lim o'qituvchiligini tanlashimiz sababi ilk ta'lim bergan ustozimiz Matkarimov domlamizlardan havas qilib, mana shu domlamizga o'xshagan o'qituvchi bo'lmoqchiman deb, yoshligimizdan o'zimni oldimga maqsad qilib qo'yib, mana shu maqsadimga hozirda erishib kelmoqdaman. Har bir o'quvchining qobiliyatini inobatga olib, sifatli ta'lim berishga alohida e'tibor qaratadi. Bolalar bilan alohida shug'ullanib kelamiz. Yaxshi o'zlashtiruvchi o'quvchilarni qiynalgan o'quvchilar bilan birgalikda, hamkorlikda birlashtirib o'rgatib boramiz. Farida Usmonova ta'lim sifatini oshirish hamda yosh avlodni bilimli etib tarbiyalashga munosib hissa qo'shib kelmoqda.